Hayotingiz rostdan ham ijobiy tarzda o'zgarishiga harakat qilayotgan bo'lsangiz, borliqqa ushbu 3 ta narsani aytmasdan turib hech qachon uyquga yotmang. Birinchisi shukronalik affirmatsiyasi. Hayotingizdagi barcha katta-yu kichik ne'matlar uchun shukronalik keltiring, ya'ni rahmat ayting. Ikkinchisi ozod bo'lish, erkinlik affirmatsiyasi. Men bugungi kunning barcha salbiy energiyalarini qo'yib yuboraman va o'zimga xotirjamlikni qabul qilaman. Ushbu affirmatsiyani aytishingiz lozim. Uchinchi affirmatsiya: men farovonlik, tinchlik va aniqlik magneti, ya'ni ravshanlik magneti bo'lib uyg'onishga tayyorman. Ushbu affirmatsiyalardan so'ng uyquga yotasiz va keyingi kuningiz qanaqa mo'jizakor tarzda o'tishini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Azizlarim, meni yopiq kanalimga a'zo bo'ling. Yopiq kanal linki esa opisaniyada qoldirilgan.